Qaranglar, hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mana. Mashinaga ham etiga yopishtirib qo'yganman. Alkogol va spirtli ichimliklar ortish taqiqlanadi deb katta qilib yopishtirilgan mana. Mana shu oldi sidenni oldiga. Shuni ham ko'rishmaydi bir xilgilar. Shuni ham ko'rmaydiganlar bor. Xullas, nima bo'lgan? Birinchi taksi qilayotgan paytimda, yangi taksiga ishga kirgan paytlarimda, taksi qilib yurgan paytlarimda 2021-yillar. Xo'p, juda ko'p bo'lganda bunaqa voqealar. Odam olganman, klient olib ketyapman yo'lda, magazinga to'xtang deydi. To'xtasam, mana shu kirib pivo olib chiqadi, yo 05 olib chiqadi, aldaqa vodka. Endi imенно vodka magazin emas, oddiy magazinda ham bor-da. Keyin men bunaqa narsa olmayman, mashinaga olib chiqtirmayman deyman. Nimaga deydi. Olib ketishga majbursan deydi bir xilgilari. Bir xilgilar bo'lmasam pulingni bermayman deydi. Shunaqa ko'p bo'lgan. Pulni bermasangiz bermay qo'ying. Lekin olaman, aniq olaman. Qachondir olaman, bir kun olinadi u narsa. Birovda haqqi hech ham qolib ketmaydi. Umuman qolib ketmaydi. Men ishonaman bu narsaga. Olaman desam, bir xilgisi beradi, bir xilgisi bermaydi. Shunaqa. Keyin shu yozib yopishtirib olganman. Shuni ham ko'rishmaydi bir xilgilar. Ko'rmay olib chiqadi, to'xtatib olib chiqayotgan bilan aka, buni ko'rmadingizmi deyman. Olmayman bunaqa narsa deyman. Bir safarga ham deydi, yo'q, yarim safarga ham iloji yo'q. Bu yaxshi narsa emas. Agar yaxshi narsa bo'lganda, hali oilaviy o'tirilib ichib yeydigan narsani yaxshi narsa bo'lardi bu narsa. Bular shunaqa voqea. Shunaqa voqealar ham bo'lib turadi taksida. Voqea shu. Sizlarga aytsam.